Agar siz qora tuynukka qarab tushayotgan odamni tomosha qilsangiz, siz uni hech qachon chegaradan o'tib ketganini ko'rmaysiz. U abadiy muzlab qolgandek ko'rinadi. Xuddi pauza tugmasi bosib qo'yilgandek. Lekin o'sha odamni o'zi uchun bu voqea butunlay boshqacha ko'rinadi. U chegaradan sezmasdan o'tib ketishi mumkin va hech qanaqa narsa uni to'xtatib qola olmaydi. Ikkalasi ham haqiqat. Va aynan shu paradoks fizikaning eng chuqur sirlaridan birini ochib beradi. Bu sizga juda ham qiziqarli yoki ajablanarli tuyulishi mumkin, lekin bu Albert Einsteinning o'sha vaqtda o'z tasdiqini topgan ma'lumotlari hisoblanadi. Bugungi videoda men sizga ikkita narsa haqida aytib o'taman. Birinchisi bu qanaqa qilib vaqt sekinlashishi ilm fanda tasdig'ini topgani. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, juda ham mashhur kinolardan biri, Gollivud kinolaridan biridagi ishlatilgan sahna qanchalik ilm fanga to'g'ri kelishi haqida tushuncha berib o'taman. Siz bo'lsa videoni oxirigacha ko'ring, chunki hali juda ham qiziqarli ma'lumotlar oldinda. Sizning cho'ntagingizdagi telefon vaqt mashinasi bilan ishlaydi. Aytaylik, bu mavhum nazariya deb o'ylashingiz mumkin, lekin unga har kuni tayanasiz. Buni bilmasangiz ham GPS sun'iy yo'ldoshlari Yerdan taxminan 20 ming kilometr balandlikda, soatiga 14 ming kilometr tezlikda aylanadi. Bu yo'ldoshlardagi soatlar ikkita qarama-qarshi kuchga duch keladi. Birinchidan, ular juda tez harakatlanishadi. Shuning uchun Einsteinning maxsus nisbiylik nazariyasiga ko'ra, ularning soati Yerdagi soatdan sekinroq yuradi. Kuniga taxminan 7 mikrosoniya. Ikkinchidan esa ular Yerdan uzoqda, ya'ni tortishish kuchi kuchsizroq joyda joylashgan. Umumiy nisbiylik nazariyasiga ko'ra, bu ularning soatini tezroq yuritadi. Kuniga taxminan 45 mikrosoniya. Ikkala effektni qo'shsangiz, GPS yo'ldoshlaridagi soatlar Yerdagiga nisbatan kuniga taxminan 38 mikrosoniya tezroq yuradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun siz har safar Google kartalardan foydalanayotganingizda Albert Einsteinning nisbiylik nazariyasidan foydalanayotgan bo'lasiz. Bundan keyingi ma'lumotlar esa bundan ham qiziqarli. Ma'lumotlarga qaraganda 2019-yil 10-aprel kuni insoniyat tarixida birinchi marta qora tuynukning tasviri ko'rindi. Olimlar dunyodagi turli joylardagi 8 ta radio teleskopni birlashtirib, Yer kattaligidagi ulkan virtual teleskop yaratishdi. Shu orqali M87 galaktikasi markazidagi qora tuynuk tasvirga olindi. Bu qora tuynukning massasi Quyoshnikidan 6,5 milliard marta katta edi. Ochiq ma'lumotlarga qaraganda, ular aslida qora tuynukning o'zini emas, uning atrofidagi yorug'lik va gazdan hosil bo'lgan halqani tasvirga olishgan. Chunki qora tuynukning o'zidan yorug'lik chiqmasligi ayrim ma'lumotlarda ta'kidlab o'tilgan. 2014-yilga chiqqan Interstellar filmidagi qahramonlar qora tuynukka juda ham yaqin joyda joylashgan sayyorada bor yo'g'i 1 soat bo'lishadi va orqaga qaytib borishganda uzoqda qolgan ularning sheriklari uchun 23 yil o'tib ketgan bo'ladi. Bu shunchaki film uchun o'ylab topilgan raqam emas. Filmning ilmiy maslahatchisi fizik Kip Thorne bu vaqt farqini Einsteinning nisbiylik nazariyasiga asoslangan hisob-kitoblar orqali ishlab chiqqan. Buning uchun qora tuynuk nihoyatda tez aylanuvchi qilib tasvirlangan. Deyarli maksimal tezlikning 99.8% da. Shunday ekstremal sharoitda vaqt farqi juda katta bo'lishi mumkin. Ya'ni filmda ko'rsatilgan 1 soat 23 yil g'oyasi oddiy fantastika emas. U real fizik qonunlariga asoslangan nazariy hisob-kitobdan kelib chiqqan. Ya'ni filmda ko'rsatilgan 1 soat 23 yilga teng kelish g'oyasi bu shunchaki fantastika emas, balki real fizik qonunlariga asoslangan haqiqiy real hisob-kitob natijasida kelib chiqqan g'oya hisoblanadi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, vaqt hamma joyda ham bir xil ishlamaydi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, o'ylaymanki, vaqtingiz bekorga ketmadi. Kelasi videolarimizni chiqarishimiz va bundan ham qiziqarli mavzularni tayyorlashimiz uchun albatta videoga like bosib, izohlarda o'zingizni fikringizni qoldiring. Chunki bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lishni ham unutmang.